Hokimiyatning 48 qoidasi. Dunyo adolat bilan boshqarilmaydi. U kuch bilan boshqariladi. Ba'zilar bu haqiqatni erta tushunadi. Boshqalar esa umr bo'yi aldanganicha yashaydi. Tarixga qarang. Taxtga o'tirganlar eng kuchlilar emas edi. Ular eng aqllilar edi. Ular qachon sukut saqlashni bildi, qachon jilmayib zarba berishni ham bildi. Ular hech qachon barcha kartalarni ochmadilar. Robert Greenening Hokimiyatning 48 qoidasi bu oddiy kitob emas. Bu taqiqlangan bilimlar to'plami. Bu yerda sizga shuni aytishmaydi. Yaxshi bo'l, hamma seni hurmat qiladi. Bu yerda haqiqat aytiladi. Hech qachon ustozingdan ustun ko'rinma. Dushmaningni yeng, lekin uni to'liq yo'q qil. So'z bilan emas, natija bilan gapir. Odamlarni umid bilan bog'lab qo'y. Bu qoidalar yoqimli emas, ammo ular ishlaydi. Kitobda qirollar, sarkardalar, siyosatchilar va makkor strateglar hayotidan olingan haqiqiy voqealar bor. Har bir qoida qon bilan yozilgan saboq. Bu kitob sizni yovuz qilmaydi. U sizni ko'r qilib qo'yilgan odamdan uyg'otadi. Chunki kuchni bilmaslik kuchga bo'ysunish demakdir. Agar siz boshqarilishni xohlamasangiz, odamlar o'yinini tushunmoqchi bo'lsangiz, kuch qayerda va qanday ishlashini bilmoqchi bo'lsangiz, unda bu kitob siz uchun. Hokimiyatning 48 qoidasi. Bilim bu qurol. Savol faqat bitta. Siz uni ishlata olasizmi? Ushbu kitob sizning mutolaaangiz uchun mushtoq. Agar kitobni o'qishni istasangiz, Beshariq tumani axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.